Salom, bugun O'zbekiston Superligasining ikkita eng zo'r o'yini bor va shularni sizlar bilan tahlil qilamiz, ko'rib chiqamiz. Aytgancha, bunaqa statistika va tahlillarni sizlar Telegram kanalimizdan birinchilardan bo'lib ko'rib borishingiz mumkin. Svejiy, yangi informatsiyalar, boshqa joyda ko'rmagan informatsiyalar aynan Telegram kanalimizda bo'ladi. Silka opsiyasida o'tib podpiskani bosish esdan chiqmasin. Demak, birinchi o'yinni ko'rib chiqamiz. Bu albatta Bunyodkor OKMK o'yini. Toshkent shahar va Toshkent viloyati komandalari bugun Bunyodkor stadionida o'ynashadi va juda qizg'in o'yin bo'ladi. Va mana shu o'yinda nisbatan Bunyodkor ustunlikka ega deb hisoblagan bo'lsak, chunki oxirgi o'yinlarda finansiyaviy muammolar Bunyodkorga yaxshigina ta'sir qildi va Bunyodkorda yosh o'yinchilar ham o'z mahoratini ko'rsatib kelishyapti oxirgi o'yinlarda va shu sababli Bunyodkor ham ancha jiddiy raqiblik qilishi mumkin. O'zi Ilyos Zeytullayev ham Bunyodkor treneri ham juda yaxshi sxemalar qo'llayapti. Har xil rotatsiyalar qiladi, o'yinlar davomida o'tgan o'yinlarni ham ko'rganingiz, shu sababli Bunyodkordan yaxshi o'yin kutib turman. Bu joyda OKMKni oladigan bo'lsak, OKMKda ham tajribali murabbiy Yanmarjalol Qosimov va bir nechta O'zbekiston terma jamoasining eski o'yinchilari ham bor va ular oxirgi o'yinlarda ancha stabil natijalar qayd etib kelishyapti. Shu sababli bu o'yinda tengma-teng raqobatda ko'ramiz deb o'ylayman va bizning umumiy tanlovimiz OKMK yutqazmaydi X2 va undan tashqari yana bizda O'zbekiston Superligasining zo'r o'yinlaridan biri Nasaf Qo'qon 1912 o'yini bor. Nasaf har doim o'zini maydonida juda zo'r o'ynagan, qarshida muxlislari juda yaxshi podдержка qilishadi va Ro'zulqul Berdiyev ham ancha yaxshi trenerlik qildi oxirgi o'yinlarda. Yomon emas har holda. Hozirgi tarkibi bilan Nasaf hozirgi bor imkoniyatlari bilan o'zini yaxshi ko'rsatib kelyapti va bu joyda Qo'qon 1912 ni ham oladigan bo'lsak, ular ham yomon o'yin qilishmaydi. Ko'proq ularda endi himoyaviy o'yin bo'lgani uchun sal qiyinroq bo'ladi Nasafga qarshi nimadir qila olishi. Lekin ko'ramiz qanaqa raqobat qila olar ekan Qo'qon 1912 va oddiy qilib aytganda, ochiqchasi aytganda, bu o'yinda bizning taxminimiz, tanlovimiz albatta Nasaf g'alabasi bo'ladi. Chunki Nasafdan nisbatan ancha yaxshiroq tarkib shakllangan va oxirgi o'yinlarning natijalari ham ancha yaxshi Qo'qon 1912 ga nisbatan. Va bizning yakuniy ekspertlarimiz xuddi shunaqa. Birinchi o'yinda OKMK yutqazmaydi, X2 va ikkinchi o'yinda Nasaf g'alabasi. Albatta bu natijalarni hammasi 100% ishlaydi deb biz garantiya bermaymiz, hech qanaqa bir e'tibor bilan ishontirmaymiz. Shunchaki hozirgi jamoaning tarkiblari va oxirgi natijalarga qarab biz mana shunday taxminlarni, prognozlarni amalga oshirdik va shunga o'xshagan tahlillar sizlarga qiziq bo'lsa, Telegram kanalimizga o'tsanglar, bundan ko'prog'ini topishingiz mumkin. Telegram kanali silka videoni opsiyasida o'tib, podpiskani bosish esdan chiqmasin. Biz esa yana yangi svejiy informatsiyalar bilan sizlarga qaytamiz. Videoga like bosish ham esdan chiqmasin. Ko'rishguncha.